Men turmushga chiqsam, erim mazza qilsa kerak. Nimaga aytayman? Chunki men erimdan hech balo kutmayman. Masalan, nima demoqchiman? Hech qanaqa badarka sovg'alar bayramlarda kutmayman. O'zi xohlasa olib kelsam, xohlamasa yo'q. Bundan tashqari, mm, har masalan bayram o'zim tug'ilgan kunimda ham tug'ilgan kunimni nishonlab bering adajonisi demayman. Xohlasa nishonlasa, xohlamasa yo'q. Keyin pul bering dadasi, bozorga borib kelay, narsa olib kelay demayman. O'zimga har xil ko'ylaklar so'ramayman erimdan. Men shunaqa qizman. Masalan, har hafta yoki har oy, yilda man dadasi ko'ylak olib bering, ana ko'ylak menga yoqib bo'ldi demayman. Borini kiyib ketaveraman. Bundan tashqari, erimdan hech qachon men pul so'ramayman. Pul berib turing dadasi demayman. Pullar menga berish shart emas, majburiy emas-da erkaklar, to'g'rimi? O'zlari oilani ta'minlab qo'yaptimi, bo'ldi. Ro'zg'oring butun, oziq-ovqat hamma narsa masalliqlarini olib kelib qo'yganmi, bo'ldi. Ovqatini qilib berasan-da, yedirasan, ichirasan, shirin shuni ovqatlarni tayyorlab berasan erkak kishiga, bo'ldi. Erkak kishi oshqozon bilan sevadi deydi-ku. Shu qorni to'yib tursa, eringda kiyimi but tursa, kiyimlari har bittasi dazmollab turilsa, bo'ldi. Erkak kishiga boshqa nima kerak? Hech narsa kerak emas. Mehr berib tursang, bo'ldi, yetadi. Boshqa erkak kishi hech narsa sendan talab qilmaydi. Shunaqa. Men shunaqa qizman lekin. Hamma ishni dondiraman. Xohlasa menga mol boqtirsin, xohlasa qo'y boqtirsin, eshak boqtirsin, xohlasa yer choptirsin, har bitta ishini tindirib zo'rlatib qilib beraman. Qilib tashlayveraman. Men unaqa ishni qilmayman, dadasi mol boqmayman yoki yer chopmayman, dalada ishlamayman demayman. Har bitta ishni zo'rlab u aytgandan-da a'lo darajada qilib bajaraman. Shunaqa gaplar. Unaqa menga telefon, iPhone Pro Max, 20 Pro Max, unaqa narsalar, telefonlar, katta sovg'alar ham kerak emas. Oddiygina egog'i shirin so'z. Ya'ni, xotin, men seni yaxshi ko'raman, xotin, bugun juda ham ochilib ketibsan. Onasi, bugun juda ham chiroylisan-da deb qo'ysa, bo'ldi, menga yetadi. Boshim ko'kka osmonga yetadi-da. Men juda ham xursand bo'lib, voy dadasi, men shunaqa chiroyli qizmanmi deb qo'yib ketaveraman, yuraveraman. Unaqa hamma ishni o'zim qilib, chiroyli bo'lib yuraveraman. Lekin mendaqa qizga nimagadir yigitlar uchramaydi-da. Yaxshi yigitlar bilan uchramaydi. Bittasi bilan gaplashsang, "Yo'q, menga sizdan qiz kerak emas, menga o'ziga qarab yuradigan qiz kerak" deydi. Lekin men ham o'zimga agar o'zimga qarashimni xohlasangiz, olib boring salonlarga chiroyli qilib olib yursangiz ham bo'ladi. O'zimga undan zo'r qarab yuraman. Sizda bir tiyin pulingiz kerak emas. O'zim salonga borib, o'zim pulimni ishlatib, bemalol o'zimga qarab yuraveraman desam, nimagadir mendan qizlarga yigit yo'q-da? Nimaga shunaqa ekan qizlar? Nimaga mendaqa chiroyli qizlarni har doim yigiti bo'lmaydi? Nimaga?